Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'quv markazimizda bitta kichik so'rovnoma o'tkazdik. Kimyo fani qanchalik qiyin degan savolni ishchilarimizga berib ko'rdik. Javoblar qanaqa bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Sahlo opa, kimyo fani nega qiyin deb o'ylaysiz? Asosan kimyo fani moddalardan iboratligida bir-biri bilan almashinuvi uchun qiyinroq. Ular moddalarga qo'shilib, yanada modda paydo bo'lganligi bu yana murakkablashtiradi, shuning uchun qiyinroq. To'g'ri. Qiziq tomoni bormi? Bor, albatta. Kimyosiz masalan hayot o'zi yo'q. Kimyo fanida masalan hamma narsani o'rganamiz. Javob rahmat javob uchun. Kamron qaraysiz. Kimyo fani nima uchun qiyin deb o'ylaysiz? Ko'p mavhum narsalar bor kimyo fanida. Bundan tashqari boshqa fanlar bilan murakkab bog'liq. O'shaning uchun qiyin deb o'ylayman. Qiziq tomoni bormi? Laboratoriya amaliyotlar. Ayza qaraysiz. Kimyo fani nima uchun qiyin deb o'ylaysiz? Kimyo hisob kitobi borligi uchun qiyin deb o'ylayman. Matematika. Matematika bo'lgani. Qiziq tomoni bor. Har xil elementlarni o'rganish qiziq bo'lsa kerak. Rahmat. Yahyo qaraysiz. Siz nega kimyo fani qiyin deb o'ylaysiz? Chunki kimyo fanida hisob kitoblar ko'p, ancha boyagi molekulalar har xil, bir-biriga o'xshash. Adashmaymiz. Qiziq tomoni bormi? Qiziq tomoni ko'pincha tajribalar qilib ko'rish yoqadi menga. Bejizga aytmaydi, kimyoni bilgan dunyoni biladi. Молодец. Javob uchun rahmat.